Ismim Jahongir Alsbanan Writing 8 sohibi va bu 30 kunlik Task One Transformation Challenge'ga xush kelibsiz. Bu 30 kunlik challenge davomida men sizni Task One'ingizni keyingi darajaga olib chiqaman, chunki Task One'da juda ko'p takrorlanadigan, juda oson bir xatolar bor va ularni yechish juda oson. Va bugungi part 2 da bizda introduction qismidagi juda ko'p takrorlanadigan xato bu line chart so'zini picture deb paraphrase qilish yoki bar graphni illustration deb paraphrase qilish yoki maps so'zini photos deb paraphrase qilish. Bu juda katta xato. Nima uchun deb so'rashingiz mumkin? Chunki bu so'zlar bu so'zga to'g'rima-to'g'ri sinonim emas. Bar graphni siz illustration deya olmaysiz, chunki illustration umuman boshqacha turdagi rasm. Maps esa rasm sifatida berilmasligi mumkin sizga. Va picture so'zi ham bu foto so'ziga sinonim va uni siz line chart o'rniga hech qanday yoza olmaysiz va bu mutlaqo xato. Juda oson xato, juda ko'p takrorlanadigan xato. Lekin ayrim task turlarini biz paraphrase qila bilamiz, ayrimlarni qila olmaymiz. Qaysilarni? Oddiy misol, the line chart yozib bergan bo'lsa sizda tepadagi statementda siz o'shani the line graph yozib qo'yishingiz mumkin yoki bar graph berilgan bo'lsa siz uni bar chart deb yozib qo'yishingiz mumkin. Lekin eslab qoling, table, pie charts, maps, diagram ularni hech qanday paraphrase qilib bo'lmaydi, lekin undan keyingi so'zlarni misol uchun compare deb yozgan bo'lsa siz uni provide information about qilib qo'ying yoki provide information about berilgan bo'lsa uni compare qilishingiz mumkin. Yanada ko'proq foyda uchun follow qiling va bu 30 kunlik challenge ga qatnashing.